Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz sizlar bilan BookWidgets platformasini ishlatishni o'rganamiz. BookWidgets onlayn sayt bo'lib, u o'qituvchilarga dars davomida ishlatishga qiziqarli mashg'ulotlar tayyorlashda yordam beradi. Bu bilan siz vaqtingizni tejaysiz va o'quvchilarni yanada darsga qiziqtirishingiz mumkin. Saytda ro'yxatdan o'tish uchun birinchi navbatda bironta brauzerga kiramiz. Bu Google Chrome, Microsoft Edge yoki Yandex bo'lishi mumkin. Kirgandan so'ng BookWidgets deb yozamiz. Birinchi chiqqan sayt mana shunaqa logotipli sayt. bookWidgets.com linkiga ega bo'lgan saytga kiramiz. BookWidgets platformasi ikki xil tarzda ishlaydi: pulli va bepul. Biz bepul bilan boshlashni bosamiz. Bu yerda bizdan elektron pochtamizni so'raydi. Elektron pochta manzilimizni kiritamiz. Bu yerda veb-saytda ishlatilayotgan qoidalarga amal qilaman va tanishib chiqdim degan tugma bor. Buni bosamiz. Bu bizni xavfsizligimiz uchun va veb-sayt uchun ham manfaatli hisoblanadi. Bundan tashqari pastda mana shu BookWidgets sayti haqida ishlatishga qo'llanmalar va yangiliklarni jo'natib turishlaringizni xohlayman elektron pochtamga degan tugmasi bor. Agar xohlasangiz buni ham bosishingiz mumkin, lekin biz bosmaymiz. Robot emas ekanligimizni tasdiqlaymiz va ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Ro'yxatdan o'tgandan keyin mana shunaqa bo'lib chiqishi kerak. Ya'ni biz sizning akkauntingizga kirish uchun bir martalik kod jo'nating deyiladi. Kod 4 minut ichida yaroqsiz holatga kelar ekan. Shuning uchun elektron pochtamizga yo'l olamiz. Ko'rib turganingizdek, elektron pochtamizga kod kelgan. Xush kelibsiz BookWidgetsga deyilyapti va mana bu kod. Va ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Endi akkauntimizga har doim kirish uchun qisqaroq parol yoki boshqa biron narsa kirgizing deyilyapti. Bu o'zlari tavsiya qilgan parol. Biz o'zimizning parolimizni yaratamiz. Parolni yaratib bo'ldik. Bu yerda ko'rish tugmasi bor, ko'rishingiz mumkin va parolni qo'yishni bosamiz. Yoki har doim kirish uchun hech qanaqa usulni tanlamay o'tib ketsangiz va undan keyinchalik parol qo'ysangiz bo'lar ekan. Bizga parol qo'yish xavfsizroq hisoblanadi. Shuning uchun parolni qo'yishni bosamiz. Bu yerda BookWidgetsga xush kelibsiz deb chiqaryapti. Bu yerda qadamma-qadam qo'llanmasi bor ekan. Qo'llanmada aytilishicha, mana bu tepadagi mana shu tugma bo'yicha create, ya'ni yaratish tugmasi bo'yicha o'zingizning mashg'ulotlaringizni yaratsangiz bo'lar ekan. Undan keyin aytilishi bo'yicha review, ya'ni takrorlash tugmasi bilan o'quvchilaringiz topshirgan mashg'ulotlarni ko'rsangiz bo'lar ekan. Endi aytyapti, birinchi widjetimizni birgalikda yaratamiz, deyapti. Birinchi bu create tugmasini bosamiz. Bu yerda create new widget, ya'ni yangi widget yaratish degan tugma bor va bundan tashqari folder yaratish, ya'ni papka yaratish degan tugma bor. Biz papka yaratishni bosdik va fan nomini yozib qo'ysak, bu mana shu yaratayotgan mashg'ulotlarimizni yanada tartibli turishiga yordam beradi. Misol uchun ingliz tili deb yozamiz.
Endi create new widget, ya'ni yangi widget yaratishni bosamiz. Endi bu yerda turli xildagi widgetlar bor. Ya'ni test qilish va uni ko'rib chiqish uchun har xil kvizlar, mashg'ulotlar, video kvizlar bor. Bundan tashqari o'yinli, ya'ni crossword va har xil puzzlelar. Rasmlarda har xil rasmli, matematikaga doir. Bundan tashqari mana bunaqa misol uchun qo'shimcha fayl yuklasa bo'ladigan yoki bironta lokatsiya, xarita yuklasa bo'ladigan va planner qilishimiz kerak bo'lgan ishlar yaratsak bo'lar ekan. Biz kviz yaratishni bosamiz. Layout degan belgisi bor. Bu biz yaratayotgan mashg'ulotni qanday bo'lishi. Bu yerda 3 xil tanlov bor ekan. Birinchisi, har bitta varaqqa alohida-alohidadan savol, bitta varaqqa ko'pdan savol va hamma savollar bir varaqning o'zida. Biz kviz shaklida qilamiz. Bu yerda add question degan tugma bor, ya'ni savol qo'shish. Savol qo'shishni boshlaymiz. Bu yerda ham savollarning turlari juda ko'p. Text, ya'ni qo'shimcha shu ma'lumot, informatsiya beriladi yoki mana bunaqa multimedia resurslari va instruksiyalarni ham, ya'ni qo'llanmalarni ham yozsangiz bo'lar ekan. Multiple choice, ya'ni bu ochiq test deymiz. Ochiq yoki yopiq test deymiz. Bu variant tanlasa bo'ladigan test. Undan tashqari multiple choice biz multiple answers, ya'ni variantlardan bir nechtasi to'g'ri bo'lishi mumkin bo'lgan testlar va qisqa javobli, uzun javobli. Undan tashqari yana bo'sh joylarni to'ldirish. Mana bu yerda o'sha tekstni har xil joylarini topish, so'zlarni mana bunaqa ko'chirish, ya'ni bo'sh joylarga olib kelib qo'yish. Mana bunaqa jadvallar, yana jadvallar va hatto rasmlarni ham qilsangiz bo'ladi. Bundan tashqari oppoq doska, ya'ni shunchaki bo'm-bo'sh bo'ladi. Har xil chizish va yozish uskunalari bilan ular o'zlarining javoblarini yozsa bo'ladi. Va yana bir qancha savol turlarini ko'rishingiz mumkin. Hatto kimyoga doir formulalarni, stoikiyometriyaga yordam beradigan mana shunaqa qo'shimcha mashg'ulotlar ham tushsa bo'lar ekan. Demak, biz multiple choice ni tanlaymiz. Bu yerga savolingizni yozishingiz kerak. Savolingizni bu yerga yozasiz. Misol uchun kimyo ingliz tilida nima bo'ladi? Bu yerda answers, ya'ni javoblarni kirgizishingiz kerak. Javob variantlariga kirgizishingiz mumkin. History, ya'ni tarix. English, literature va chemistry. Mana bu chetdagi tugmachalarga e'tibor beradigan bo'lsak, bular to'g'ri javob variantini tanlashingiz. Bizda to'g'ri javob kimyo ingliz tilida chemistry bo'ladi va chemistryni bosamiz. Bizda 4 ta javob bilan cheklanib
qolmay yana qo'shimcha javob variantlarini ham kirgizsak bo'ladi. Bu yerda mana shu kvizni chiqarayotgan paytda har doim bir xil, misol uchun 3-javob to'g'ri bo'lavermaydi. Hozir bizda 4-javob to'g'ri. Har xil savollarda mana shu tanlanayotgan javob variantlarini joyi o'zgarib keladi. Misol uchun ba'zilarida kimyo birinchi o'rinda keladi, ba'zilarida tarix. Ana shunaqa bo'lsa, to'g'ri javob variantini topish o'quvchilar bir-biridan ko'chirishini ehtimoli pasayadi. Bu yerda yana qo'shimcha narsalar qo'shish, bu yerda hint, ya'ni ularga yordam berish, nimanidir eslatish. Bu yerda audio yoki rasm yuklasak bo'lar ekan. Audio yuklab ko'rishimiz mumkin, fayldan yuklash, Google Drive'dan yuklash va hattoki o'zimiz mana shu joyni o'zida ham yozsak bo'lar ekan. Va add question tugmasini bosish bilan oxirida keyingi savolni tuzishni boshlaymiz. Bu yerda oxirigacha tuzib ko'rsatmaymiz kvizni. Biz bitta savolli kviz qilib ko'ramiz. Close tugmasini bosamiz. Bu yerda preview, share, close. Previewda bu o'quvchilarga qanday ko'rinishi kvizni ko'rsak bo'ladi. O'quvchilarga mana bunaqa bo'lib ko'rinar ekan. Kimyo biz javob variantlarini kirgizgan paytimiz oxirida turadi. Hozir joylari almashish tugmasini bosganimiz uchun o'rtaga o'tib qolibdi. Demak, mana shunaqa tanlasa bo'ladigan holda bo'ladi o'quvchilar uchun. Endi share bu kvizni boshqalar bilan ulashish. Bu yerda linkini ko'chirib olib, send answers to me, ya'ni javoblarni menga jo'nating tugmasini bosib jo'natsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Yoki boshqa o'qituvchilar bilan, o'zingiz hamkasblaringiz bilan ulashmoqchi bo'lsangiz, share teacher linkni bosasiz. Ular ham mana shu kvizni olib, xuddi sizga o'xshab o'quvchilari bilan ulashishlari mumkin. Va ular o'zlarining o'quvchilarininggina javoblarini ko'ra oladilar. Keyin close tugmasini bosish orqali esa kvizni tuzishni to'xtatamiz. Keyinchalik ham buni o'zgartirsa bo'ladi. Yoki shunday mana shu joyni o'zida yuklab olsak bo'lar ekan. Biz birinchi navbatda kvizimizni nomlab olamiz. Ingliz tili. Va bu yerda kviz haqida qisqacha tavsif yozish bor. Tavsifga o'zingiz xohlagan narsani yozishingiz mumkin. Endi close tugmasini bosamiz. Yopishdan oldin har doim kvizingizni yangilang, ya'ni mana shu kirgizgan o'zgartirishlaringizni tatbiq eting tugmasi, update tugmasini bosamiz. O'zgarishlar saqlab qolindi. Bu yerda kvizimizni ko'rishimiz mumkin. Kvizimiz shu bilan bugungi videomiz o'z yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.